Yurtimizda atrof muhitni muhofaza qilish, yashil hududlarni kengaytirish maqsadida amalga oshiriladigan tashabbuslar orasida yetakchi bo'lgan Yashil makon umummilliy loyihasi davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2021-yildan beri o'tkazib kelinadi. Har yili 2 mavsumda tashkil etiladigan loyihaning kuzgi ko'chat ekish ishlariga esa alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozir taqdim etmoqchi bo'lgan lavhalarimiz orqali Toshkent viloyatining tuman va shaharlarida dastur doirasida amalga oshirilgan ishlar bilan tanishishingiz mumkin. Daraxt va butalarning inson hayotidagi ahamiyati qanchalik muhimligi barchamizga yaxshi ayon. Ko'kka bo'y cho'zib turgan salobatli dov-daraxtlar, ko'kalamzor joylar ko'zni yashnatishi bilan birga havo musaffoligini ham ta'minlaydi. Yashayotgan makonni yashillikka burkash, bog' va bo'stonlar barpo qilish insonga xos odatlardan biridir. Muhtaram Prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotida alohida bugun biz ko'kalamzorlashimiz, butun dunyoni makonni yashil makonga aylantirishimiz shart. Chunki bugungi kelayotgan havodan, har xil munosabatlardan kasalliklarni oldini oladigan faqat yashil makon. Orol faqat bizni O'zbekistonning fojiasi emas, butun dunyoning fojiasi. 8,5 milliardlik xalqning kelajagi, sog'ligi va uni maqsadi, umidi yashashi, baxtli bo'lishi, sog'lom bo'lishi. Darhaqiqat shunday ekan, bugun muhtaram prezidentimizni o'sha orzu umidlaridagi faqat O'zbekistonda yashil makon emas. Bizning yo'llarimiz bu yoqdan Qoraqalpog'istonga, bu yoqdan Turkmanistonga, Buxorodan o'tsa Turkmanistonga bog'lanadi, bu yoqdan Tojikistonga. Demak, shunday makon ana shu yashillik bilan do'stlikka, qardoshlikka, ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga va bag'ri kelingga yaratadigan katta bir shiorga aylandi. Har bir daraxtni ushlaganimizda har birimiz mehrimizni qo'ydik. Nega? Ertaga sizlar 62% bizning kelajagimiz, bag'rimiz, ishonchimiz va shu yerni mustahkam strategik qurol sifatida saqlab qoluvchi, bitta oziq-ovqat beradi, daraxt soya beradi, ekologiyadagi zaharlarni ushlaydi va eng muhimi bizga tashqaridan kelayotgan hasadlarni ham ushlaydi-da. Bu millat bag'ri keng, kuchli xalq ekan. Bularning odatlarini qarang, urflarini qarang. Faqatgina o'zini darvozasini oldagina emas, yo'l yoqasida, yo'l atrofida, ishxonasining atrofida har qanday joyda daraxt ekib, bitta daraxtni hammasi qo'lga berib birlashyapti. Muhtaram prezidentimiz hamisha aytadilar, birlashishimiz kerak. Hattoki mana Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 2-bora uchrashuvda ham qayta aytdilar, kelinglar, birlashaylik va dunyoni tinchligi, sog'ligi, salomatligi, ekologiyasini saqlab qolishda qalbimizdagi, mehrimizdagi nurni beraylikki, bu nur yoshlarimiz davom ettirsin. Men o'ylaymanki, bugun mana shu nurni biz davom ettirish uchun harakat qildik. Loyihaga ko'ra har yili 200 million tup daraxt va buta ko'chatlarining ekilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishlari bo'yicha Parij bitimi doirasida 2030-yilgacha uzoq muddatli istiqbolda mamlakatimiz o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarning amaliy yechimidir. Ko'chat ekish jarayonida biz qadriyatlarimizga, an'analarimizga xos bo'lib, bir faxriylarimizning nuroniylarini duolari bilan birgalikda aynan shu ko'chat ekish marosimida yoshlarimizni kamarbasta bo'lganligi, bunga bevosita nuroniylar bilan yoshlarimizni bir uyg'unlashishini bir ko'rishimiz mumkin va prezidentimiz boshchiligida bir boshlab berilgan yashil makon loyihasi ham bevosita boshqa tashkilotlar, vazirlik va idoralarning bir xodimlari tomonidan ham davom ettirilyapti. Eng asosiysi bu yerda olimlarni, ziyolilarning ishtirok etgani bevosita bir keng jamoatchiligimizga namuna bo'la oladigan va shu bilan birgalikda yoshlarimizga bir namuna bo'la oladigan, bir o'rnak bo'la oladigan bir xususiyatlardan biri hisoblanadi. Aynan yashil makon doirasida amalga oshirilgan ishlarimizni yana davom ettirish, shu bilan birgalikda keng jamoatchiligimiz bu loyihani bir birgalikda bir jips bo'lib amalga oshirsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu jarayon faqat tabiatni emas, balki jamiyatni ham birlashtiradi. Har bir ekilayotgan ko'chat bu xalqning kelajak oldidagi mas'uliyati, tabiatga bo'lgan ehtiromining ifodasidir. Ko'kalamzorlashtirishda ishlatiladigan daraxt va butalar nafaqat shahar va aholi yashash joylarining ko'rkamligini ta'minlaydi, balki kishilarga madaniy zavq bag'ishlaydi, ko'cha shovqinini yutadi, asablarni tinchlantiradi va eng muhimi havoning musaffoligini ta'minlashga ham katta hissa qo'shadi. Jami 60 nafar xodimlarimiz hasharda ishtirok etmoqda. Bizga biriktirilgan hudud Toshkent-Olmaliq trassasida 1,5 kilometr hudud bizga biriktirilgan. Hozirgi kunda xodimlarimiz tomonidan 500 ga yaqin manzarali daraxtlar ekilmoqda. Albatta o'sha tabiat chiroyli bo'lsa, manzaralar
viloyatimiz, respublikamiz chiroyli bo'lsa, bu hammaga yaxshi. Yashil makon umummilliy loyihasida o'z hissamizni qo'shib, shu mamlakatimiz, xususan shu viloyatimiz chiroyiga, ekologiyasiga hissa qo'shish maqsadida barcha xodimlar jonbozlik bilan ishtirok etishmoqda. Har bir ekilgan daraxt bu sog'lom hayot sari tashlangan bir qadam. Yashil makon loyihasining eng katta maqsadi esa ekologiyaning tozaligiga katta hissa qo'shishdir. Natijada bu daraxtlar yozda soyabonga aylanib, havoni salqinlashtiradi. Shuningdek, ularning ekilishi suv resurslarini saqlash va yer eroziyasini kamaytirishga ham yordam beradi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Iqtisodiyot Moliya vazirligi markaziy apparati va Toshkent viloyat iqtisodiyot moliya bosh boshqarmasi xodimlari ishtirokida bugun daraxt ekish marosimi bo'lib o'tyapti. Ushbu loyiha doirasida bugun 10 mingdan oshiq daraxt ko'chatlari ekilyapti. Asosan bu yerda qayrag'och, yasin va terak daraxtlari ekilyapti. O'ylaymizki, kelajakda mana shu biz ekadigan, mana shu iqtisodiyot moliya vazirligi tizimidagi tashkilotlar ekadigan daraxtlarimiz mana shu ekologiyamizni tozaligi kelajakda bundan ham chiroyli gullab yashnash yo'lida hissasini qo'shadi va bu loyiha davom etadi. Xudo xolasa shu loyihada Iqtisodiyot moliya vazirligi qo'ldan kelgancha hamma hashar ishlariga safarbar qilinadi. Xulosa qilib aytganda, yashil makon bu shunchaki daraxt ekish emas, balki kelajakni asrash harakatidir. Bu loyiha orqali biz tabiatni, havoni va hayot sifatini himoya qilamiz. Tabiatni asrash bu o'z hayotingizni asrash demakdir.